Ko'zing ikkita ko'ryaptimi? Yo'q. Boshing og'riydimi? Hurmatli, mana shu videoni ko'rayotganlar, bu qizchamizning ismi Parizoda. 2023-yili sport musobaqasiga borgan vaqtda Samarqand shahrida avariyaga uchragan. O'shandan keyin komaga tushgan, 8 oy komada yotgan. Buxoro viloyatining Romitan tumanidan bu qizimiz. Tezda yordam qilish kerak. Hindistonga operatsiya bo'ladi. Bosh miya operatsiyasi bir kattaroq summa kerak. Oila a'zolarining sharoitlari ozgina yo'q ekan. Mana shu videoni ko'rayotganlar o'tkazib yubormang. Kommentariyaga birgalar duolarni yozib tashlash ham kerak emas. Duoni yurakdan qilinglar. Qizchaga haqiqatan yordam kerak, qiynalibdi. Kommentariyaga bo'ladigan ishni qilaylik. Mashhur blogermi, obunachisi ko'p profillarni atmetka qilib qo'yinglar. Mana shu videoga atmetka qilib qo'ydimi sizni? O'sha mashhur bloger bo'ladimi, obunachisi ko'p odam? Iltimos, istoriyangizga qo'yib bering. Ramazon oyi yaqin savob bo'ladi. Ahvatim tushib ketadi, mana auditoriyam boshqa degan bahonalarni qilmang iltimos. Qizcha qiynalibdi. Savob bo'ladi. Ehsonni mukofoti ehson qilishga sababchi bo'lish ham ehson qilish bilan barobar. Qizcha fikrini tushuntirishga harakat qiladi, eshitadi, uxlamaydi. 2 sutka bo'lgan, juda ham kam uxlaydi. Pastga onalarini karta raqamlarini yozib qoldiraman. Feruza Boboqulova nomlariga mana shu pastda ko'rib turgan karta raqamlaringiz, telefon raqami mana shu apani o'zlariniki. Telefon qilib bog'lanib, hol ahvol haqida ma'lumotlarni so'raysizlar. Iltimos, befarq bo'lmanglar.